الحياة شوقا إلى المولى أتاي أسلمت روحي للإله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد. Hürmetli qarindoshlar, biz bugun Sura Niso'ningki 7-oyatiga keldik. O'xshashlar oyatlarimiz, darslarimiz ayollarningki haq huquqini qo'g'dash va jamiyatdagi aciz to'pqa tava yetimlarningki, mayli o'g'il, mayli qiz, bularningki haq huquqini qo'g'dash haqida ketyotdi. Chunki o'z davrida va bugungi davrda bir qism joylarda acizlarning haq huquqi asosan qo'llanilmayotdi. Hatto butunlay mahrum qoladigan ahvollar kelyotdi. Ba'zi jamiyatlarda shundoq bir urf odat o'ch olganki, kichik bolalar bular oilaning taraqqiyotiga nima to'hfa qo'shdi? Bu mol-mulkni biz cho'nglar topdik. Yoki ayollar shu baganni xarjlaydi. Ularning bu er kishi topgan mol dunyo yoki iqtisod bilan hech aloqasi yo'q, hech to'hfasi yo'q degan bir bahona sabablar bilan butunlay meros huquqidan mahrum qiladigan ahvollar ham mavjud. Islom dal mushu xil ahvollarni butunlay yo'q qilish uchun kelgan, ayollarga o'zlarining haq huquqlarini alohida bekitgan, bolalarningki mayli ota-onasi bor yoki yo'q yetimlar olsun, aciz guruhiga tava jamiyat o'z huquqini o'zi qo'g'dayolmaydigan turdagi kishilarningki alohida haq huquqini qo'g'dab kelgan. Bugungi oyatimizmi shu mazmunlarning birisi. Astag'izu billah lirrijali nasibun mimma tarakal validan والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا. أول أحكام بالقصة الشكل اللي ترجمة أسك erlarning ota-onasi qoldirib ketgan mol dunyodan oladigan bir ulushi bor. Yaqinlarmi shu? Yani yaqinlar qoldirib ketgan mol-mulklardan, miroslardan bir ulushi bor. Ayollarning shu ota-ona va yaqinlar qoldirib ketgan mol-mulk bundan bir ulushi bor. Qarang, o'xshash ifoda. Mimma qalla minhu aw kathur. Ba'zida ko'p, ba'zida oz bo'ladi har holda. Chunki har odamningki shundan keyinki ustiga yuklanadigan iqtisodiy majburiyat, iqtisodiy mas'uliyat doirasi o'xshamasligiga qarab turib Alloh subhanahu va taolo o'zi biladigan hikmat tufaylidan buni ma'lum shaklda taqsimlagan. Bu ahvollarning hammasi nasiban mafruda, Alloh tomonidan bekitilgan farz shaklidagi ulush. Buni bir odam o'zi xolab, men mol-mulkimni pukuniga berma, pukuniga bermayman, pukunini men merosxo'r qilma, pukunini merosxo'r qilmayman deyish haq huquqi bo'lmaydi. Chunki oyatning eng oxirisida mafruda ifodasi qo'llanildi. Mafruda degani bekitilgan. Biz texmi tushunishlik ifodalasak farz qilingan degan gapda. Va o'ylayli, vafot topgan bir odam kim vafot topsa topadi endi. Hayotda men o'lib ketaman, yana birisi o'lib ketadi. Vafot topgan odamningki bolalar bo'ladi, ayollar bo'ladi, tuqqanlar bo'ladi, ustun ost tarafdagi nasab, urug' bog'lanchisi bo'ladi har holda. Mayli ayol, bola, ota-ona, qarindosh hammasi shu kishidan ma'lum darajada, masalan, mijoz, xarakter, dunyodagi har xil moddiy, ma'naviy manfaatlardan nimda ularning nimasi bo'lmasin, nasibasi bo'lmasin, hammasining Alloh tomonidan bekitilgan bir nimasi bor, nasibasi bor. Onun ustiga bu nasiba, bu ulush
Oyatning oxiridagi mafruda ifodasi bilan Alloh tarafidan bekitilgan bu. Chunki mafruda bayatni deb o'tganimdek farz qilingan, alohida bekitilgan ma'noda bo'lib, Alloh tarafidan bekitilgan ishni ko'rsatadi. Fiqhi atalg'ularning ichida vojib, farz deb ishga atalg'u. Her ikkilisini nurg'un vaqtlarda o'xshash ma'noda qo'llanamiz, ammo inchikliga vaqtimizda vojib üstün tarafdan kelsin yoki inson o'zi-o'ziga bir ishni vojib qilsin, ustiga yuklangan majburiyatni ko'rsatadi. Buni inson o'ziga vojib qila oladi. Men bu ishni qilaman deb nazar qila oladi, vojib qila oladi. Ammo farz xolis Alloh tarafidan kelgan bo'ladi. Mujnunga asosan oyatdagi mafruz ifodasidan chiqadig'ini nemo desa, kesin miras hukmi Alloh tarafidan bekitilgan bo'ladi. Hech kimning miras hukmiga mayli miras taqsim qilingan miqdor, mirasning miqdori bo'lsin yoki boshqa taraflar bo'lsin, e'tiroz bildirish, o'zgartish va yoki uni amal qilish haq huquqi bo'lmaydi. Endi oyatdagi nasiban mafruda ifodasi, Alloh tarafidan bekitilgan ulush ifodasi miras ahkomlarida tafsili bayon qilinmoqda. Kimning qanchalik oladi, kimning qancha persent oladi, bu aniq masalan miras xorlar oladigan bir ulush. Endi kishininki miras xor emas tuqqanlar oladi. Miras ololmaydigan bir kishilar oladi, lekin tuqqan. Hayotda nurg'un ahvollarda hamkorlashdi, nurg'un yordamlarni berdi, ma'naviy, moddiy jihatdan qo'llaydi. Bular mirosdan butunlay mahrum qolamdi desa, Alloh tarafidan belgilangan o'lcham shaklda bularga miros yo'q. Ammo ihson bobidan bularga ma'lum narsalar tigidi. Hergiz mirosxo'rlar bularning ulushi yo'q. Bular ololmaydi degan qoidaga chuplam bularni butunlay mahrum qo'ysa, yani biz deb ketyapmiz ya, bu sura qurish surasi, birlashtirish surasi, kishi qurilishi, mu'min qurilishi, jamiyat qurilishi, bir davlat qurilishi surasi bu masaladan çok mutlaqo bir masala chiqadi. Ya'ni agar miros egalari mal-mulk mening, men mirosxo'r, Qur'onda yoki hadisda bularga bir narsa belgilanmagan, miros belgilanmaganda ularga hech nima bermasa, ularni butlay mahrum qo'ysa, mutlaqo bu oila ishidan, bu tuqqanlar ishida bir masala chiqadi. Allah subhanahu va taolo mushu masalani tuzash uchun 8-oyatda, bayatdan o'qigan oyatimizning keyindagi oyatda nima deydi? Va idza hadaral qismata ulul qurba wal yatama wal masakin farzuquhum minhu wa qulu lahum qawlan ma'rufa. Agar taqsimotga, miros taqsim qilingan so'ringa tuqqanlar, yetimlar, miskinlar kelsa, farzuquhum minha. Bu mirosdan bularga qana qilingan birama. Ya'ni belgilangan ulush sifatida emas. Samanch persen emas. Ko'ngillardan chiqarib, ihson sifatida birama bularga va qulu lahum qawlan ma'rufa. Bularning qalbini tuzash uchun, bular ko'ngliga malham bo'lish uchun go'zal so'zlarni qilinglar. Chunki inson ya, hammamiz inson. İnsanның təbiətində mağamı bozçu deydiğən bir tuyg'uludu. Yana bir yaman oqibatninki yoki buzilishninki, o'rtaning buzilishning kelib chiqmasligi uchun mushu nuqtalarda alohida qana qilish kerak, diqqat qilish kerak. Oyat buni bizga aniq buning yo'llarini ko'rsatib beryapti. Ya'ni masalan bir kishi vafot topdi. Buning mol-mulklarini mutlaqo mirosxo'rlar orasida qana qilindi, taqsim qilindi. Taqsim qilinib ish tugidi bitirib bo'lsa, bu yerda mirosxo'r emas kishilar garchi o'ziningki bu mirosga haqliq emasligini bilsimi, men mirosxo'r emasman, mening buningda haqqim yo'q, buni bilsimi, ammo ko'nglida bir yerlarda
azroq bir ish paydo bo'ladi. Chunki qarasa o'zlarini taqdimatlik, masalan, narvi tuqqani yoki undan yiroqroq tuqqan yoki yaqinroq tuqqan dadasi vafot topdi, bir muncha mol-mulklar pokkida qilib qoldi, billa o'ynab cho'ng o'qigan, billa o'qigan, billa kasb qilgan, o'zi taqa oyada matuqini yo'q yerdan bir muncha mol-mulk erishib bilan ko'tarilib ketdi, insonda bir narsa paydo bo'ldi. Mush narsani qanday qilish kerak, yo'q qilishi kerak. Ammo bir prinsip masalasi unutilmasinki, bularga miros shaklida berilmaydi. Miros shaklida berilmaydi. Ya'ni ihson bobidan, qalbining qirilmasligi uchun, yana bir ko'nglida bir adovat o'chmanlikning bo'lmasligi uchun ihson bobidan, yaxshilik qilish bobidan qana qilinadi, biriladi. Ya'ni bular chunki so'ringa, chunki amsi tuqqayya bir jamiyatning kishilari ya vafot topgan ekan buning masalalarini hal qilib keladi ya, so'ringa kelib ahvol, majlisdagi taqsim qilinayotgan pul, miros bilinayotgan ahvolni ko'rgandan keyin bularning qalbidagi azroq bir o'zgarishlarga nisbatan ma'lum bo'lish, qana qilish qalbini taskin topqish uchun bir narsa qana qilish kerak, bilish kerak. Ammo so'rinda bo'lmasa, ularsiz miros taqsim qilingan vaqtida yoki ular xabar topmadi masalan, bu vaqtida masala boshqa bo'ladi qarindoshlar. Buning hammasi mayli urug' tuqqanlar orasidagi masala olsun yoki yetimlar, shu atrofdagi nimalar, miskinlar masalasi olsun, qalbidan o'chmanlikni, hasadni yo'q qilish. Va bu orqali do'stlik, mehribonlik, kuyinish, Mavlani qanday qilish, paydo qilish, shakllantirish uchun. Bir odam vafot topib ketdi. Bir misol olayana. Balkim bu odam hayotida mahallasidagi ojiz, yetim kishilarni ancha-muncha xabar olishi mumkin. Vafot topdi, miros bolalarga qoldi. Agar bolalari shu so'ringa kelgan ojiz, yetim, yesir, masalan, miskin kishilarga azroq bir narsa berib ko'ngilni yasamasa, bularning ko'nglida favqulodda bir andish paydo bo'ladi. Dadasi ancha-muncha ahvolimizni xabar oldi. Bolalar qanday qiladi? Maqranmayaga. Bolalar qanday qiladi? Agar hech narsa berilmasa, ko'z oldida shu so'rinda turib, bularga hech narsa berilmasa, ko'nglida endi bizning ishimiz biroz qiyin o'g'udak. Dunyoda dadasi hayot vaqtida bizga nurg'un yaxshiliklarni qiladi. Ma'bollari shu tayyor pulni aqlam hammani yeb yo'g'ishtirdik. Shu kun ustun tortib, bolalarga nisbatan salbiy qarash boshlanadi. Bu urug'cha asta taraqqiy qilib yomon ko'rish, o'chmanlik, oxirida hasad va oxirida nurg'un masalalar qana qilishi mumkin, chiqishi mumkin. Shunga bu masala yiltizidan bir taraf qilinish kerak. Yana bir tarafi vaqulu lahum qawlan ma'ruf oyatning oxiridagi. Bularga yaxshi gap qilinglar degan bir gap bor. Azroq bir narsa bergandan boshqa bularni ancha-muncha ko'ngilni yasaydigan va bundan keyingi ahvollarni xotirjam qiladigan bir gap so'zlarni deyish orqali masala o'z yo'lida hal qilinish kerak. Dedim ya bayatning izhol şeklinde bularning qalbiga andish kiradi. Ya hasad kiradi, ya andish kiradi. Ana bularga endi mashtab qopdi masalan. Allohning qonuni ekan, bu zakat mashta o'lcham bir taqsim qilinish kerak ekan. Alloh subhanahu va taolo buni hammalardan foydalantirsin. Bizdagi pul silning pul masalan. İnşallah onda güzel ishlarni qilamiz. Pul bizda bo'lsa siloldi bo'lganga o'xshash, deganga o'xshash qarash tarafning ko'nglini yasaydigan bir shakldagi gaplar orqali masalani yaxshi tarafiga qana qilish kerak, epmanish kerak. Bu oyat karimninki 7-oyatidagi masalani tuzashning bir yo'llari, mirosga munosabatlik, miros elish huquqi bo'lmagan kishilarningki ma'lum darajadagi taraflarini qana qilish, hal qilish uchun kelgan oyatlar. Ondan keyingi oyatda, ya'ni 9-oyatda Alloh subhanahu va taolo biz bir gapni deb o'taylik.
Meyle ilgirki yetim balaның meselesi, yoki yetim kichik qizning meselesi, ondan keyin ayollarning to'yliq meselesi, ondan keyin miros masalalari va undan keyingi mirosxo'r bo'lmasin, mirosdan ma'lum darajada beriladigan masalalarning umumisiga qaragan vaqtimizda Alloh subhanahu va taolo birimizdan meyli zakat süpütüde, yoki to'yliq süpütüde, yoki boshqa sifatda bir mol mulkni, bir iqtisodiy majburiyatni talab qilayotgan vaqtida qandaqdir sening qon taringni boshqalarga berib aqtirib o'tish maqsad emas, makallaringda iniq olsun. Buning maqsadi nima desa, sen de hozir, sening bir imkoniyating bor. Seni bəgüzüş arqılı, ətrafındakı işləş imkaniyeti olmayan qiyin kişilərin turmuşuna kapalatlik qilish bilan birga kunlarning birida sen yoki sening avloding mushu kunga qolib qolsa, shu ojizlar qilib qolgan kunga qolib qolsa, chunki dunyo o'zgarib turdi ya, ularning turmushini kapolatga qilish. Chunki sen ba'din jamiyatda berish umumlaştı, şekillendi. Sen bir kembag'alning holidan xabar olding. Jamiyatda kembag'allarning holidan xabar olish umumlaştı. Sen to'yliqni to'liq ba'din ilvomiding. Jamiyatda to'yliqni to'liq berish umumlaştı. Sen yetimning beshini silading, yetim qizning beshini silading. Jamiyatda yetim o'g'il, yetim qizlarning beshini silash umumlaştı. Bir xil qizg'in kayfiyat umumlaştı. Bu vaqti kelib, sening beshingga kelib qolgan vaqtda jamiyatda umumlashgan shu yaxshi ahvoldan sen foydalanasan. Masala bu. Hayotda hech kim men u holga tushmayman deyolmaydi. Qisqagina hayotimizda yomon ko'p ishlarni ko'rdik. Bugun podshoh, ertasi gazoy. Bugun taxtda, ertasi turmida. Bugun millioner, ertasi kunlik o'zining chiqimini topolmayotgan ahvolni yomon jiq ko'rdik. Bugün sen cemiyette qanday yaxshini umumlashtirsan, at kelib sen şu durumu, şu ahvolga tushgan vaqtingda şu umumlashgan yaxshi kayfiyatini sen foydalanasan. Allohning maqsadi bu. İslamning maqsadi bu. Bu ahvol 9-oyatda bir misal sifatida mushu turlik ishlarning bir turi sifatida bizga bayon qilinib nima deyotdi? Buyruq shaklida vel yakhshallazina law taraku min khalfihim dhurriyatan di'afan khafu alayhim falyattaqulloha vel yaqulu qawlan sadida. Oyat qisqacha tarjimasi nima? Ya'ni inson o'zining ojiz bolalarini tashlab dunyodan kessa, bolalarini o kadar ensiraydi ya. Ballırım qanda qala, ko'shida qolib qolamo. Ballarimning beshini kimsila ensiraydi ya, ashu xil shaklda Allohdan qo'rqsin. Boshqa ojiz bolalarga nisbatan, jamiyatdagi ojizlarga nisbatan yaxshilik qilsin. Xuddi o'zining bolasi kichik qilib qolsa, ballardan qanday ensirgandek, jamiyat qilib qolgan ojiz, yetim, kichik bolalardan holidan xabar olsin. Bu jihatda Allohdan qo'rqsin. Yaxshi to'g'ri so'zlarni qilsin deb. O'ylayli Alloh mushni misol qilyapti. O'lim har zaman ko'z oldimizda bor. Chunki hamma o'ylan bugungi zamonda to'tchaqning ustida mehvottimiz. Undan boshqa tuyuqsiz o'ylanlar bo'lyapti. Hayotimizda nurg'un billa o'ynab, o'sib yetilgan kishilarni yo'qotdik. Yashitahi, yap-yoshlar turib va yo'qotyapmiz har kuni. Nurg'un yetimlar kunda paydo bo'lyapti. Bu ish mening beshimga, sening beshingga, uning beshiga kelish ehtimoli har zaman mavjud. Kishi ashta bir ahvollarni his qilganida, da qarasa o'limning muqaddam bir og'riq kasal, saqaymas kasal yoki o'kisi o'zining bolalarini o qadar ansiraydi. Bolalarim qilib qoldi, qanday qiladi? Bolalarimning holidan kim xabar oladi? Musha ansirashni yo'qotish uchun jamiyatda shunday bir atmosfera shakllantirish kerak. Sening bolalaring yetim emas vaqtida, sen ojiz ahvolga tushib qolishdan ilgari qo'l ilkingda bu vaqtida boshqalarning holidan ko'ngil olish, ojizlarning, yetimlarning beshini silash
ayollarning haq-huquqi kafolatli qilish orqali bu shakldagi bir atmosfera hosil qilsang, jamiyatdagi ojiz guruhga mansitmaslik ko'zi bilan, ko'zga ilmaslik pozitsiyasi bilan muomala qilmaydigan, ularni normal odam qatorida o'ziga o'xshash muomala qiladigan bir muhit, bir atmosfera hosil qilsang, kelib sen shu ojizlar qatoriga tushib qolganingda, sening balang yetimlarning sepiga qo'shilgan vaqtida, sening qizing boshqalarning ayoli bo'lib zulm qilinish girdobga berib qolgan vaqtda, sen bugun yaratgan shu ihson atmosferasi, yaxshilik qilish atmosferasi, kuyinish, mehr, muhabbat, ojizlarni, yetimlarning beshini silash muhiti dal san shu vaqtda asqatdi. Alloh buni demoqchi qarindoshlar. Ma'ayatda 9-oyatda. Ya'ni inson o'zining bolalarini ansiraydi qilib qolsa, Doğangan Allah'tan qo'rqsin, boshqalarning bolalarining ahvolidan xabar olsin, yetimlarningki o'zining ojiz qilishini ansiraydi, boshqa ojizlarning ahvolidan xabar olsin. O'zining ayollarining tul qilib ig'ir kunlarda qilib qilishini ansiraydi. Anag'an shunda ayollar va shunda oilalar va shularning ahvolidan ko'ngil bilsin. Da'vatu ma'ayat. Men bir kichik qissadan birisi va ozgina qissadan birisi. Mushu qissada mushu oyatga munosabatlik bir mazmun bor. Ya'ni oyatni tushungan bir o'ylanninki bir ifodasi bor. Shu munosabat bilan bir deb o'taylik. Bir kunisi Muaviya radhiyallohu anhu, Amr ibn Has radhiyallohu anhu bilan bir paramlashib qoldi. O vaqt Umayya xalifaligininki eng gullangan saltanatlik davrlari, xazillar to'shqan, kishilar hammasi paravan. Muaviya radhiyallohu anhu turib Amr ibn As radhiyallohu anhu, Muaviya radhiyallohu anhuga deydi: "Ey Amirul Mu'minin, dunyoda nima istakdir qildi degan mazmunda. Ya'ni sizlar butun mu'minlarga amirulloh. Davlatninki chegirisi bugungi davlatdan necha 10 davlatdan erishib ketdi masalan. Kuchli bir davlatninki raisi. Degandan keyin Muaviya radhiyallohu anhu tamoq desa eng mizliklarini yapmoqdi. En isil kiyimlarni kiydik. Bugun hamda shu yoz kunlarida bir dayaqning soyasida suv ichib bir o'tirishdan boshqa hech qanday ish qilmadi degan shaklda javob berdi. Birdan tug'andan keyin Muaviya radhiyallohu anhu Amr ibn As radhiyallohu anhudan ash savol so'raydi. Hamda sencho sening dunyoda nima istiqim qoldi? Amr ibn As radhiyallohu anhu bilimiz tarixda o'zining zirakligi, tijoratga mahirligi, siyosatda mahirlik bilan tanilgan kishi. Deydi-ki, bir ekin buloqning qishida chorva boqiladigan, ziroat terg'iladigan bir yerda bir zaminim bo'lsa, bundan keyin o'lgandan keyin mening va ota-onamning ishlariga yarasa degandek mazmun deydi. Shu arada bu ishga xizmat qilayotgan bir xizmatchi, masalan, yemaklikka kirib, ichimlik kirib xizmat qilayotgan xizmatchi shuna kirganda Muaviya radhiyallohu anhu xizmatchisiga qarab, "Bunimi bu suhbatga daxil qilish uchun xizmatchiga deydi. Sencho dunyoda nima istiqim qoldi?" Xizmatchi shuna deb javob berdi. Xizmatchining bergan javobi biz bugun o'qiyotgan 9-oyatdagi "Wal-yakhshallazina law taraku min khalfihim dhurriyatan di'afan khafu alayhim falyattaqulloha va yaqulu qawlan sadida" degan oyatni tushungan bir javob bo'ldi. Madaki javobini olsa. Deydi-ki, "Ey Amirul Mu'minin, dunyoda istiqim shu. Bir yaxshilik qilsam, bu yaxshilikni dunyodagi layoqatli kishilarningki, ya'ni isil kishilarning oldida qo'ysam, buning javobi menga qaytmasa, mendan keyin avlodimga qana qilsa qaysa." Ya'ni demakchi bo'lgan shuki, oyatdagi "Falyattaqulloh", Allohdan qo'rqsin, to'g'ri so'zni qilsin degan gap atrofidagi ojiz kishilarning holidan xabar olsin, yetim bolalarning holidan xabar olsin, tul ayollarning holidan xabar olsin ki bu orqali agar o'g'in o'zi shu ojiz o'rniga tushib qolsa, bolalar yetim bo'lib qolsa,
ayollari tul bo'lib qolsa, ularning holidan xabar oladigan kishilar orqali shularning kelgusi hayotiga kafolatlik qilsin. Mana bir gap garanti oldida bir gap bor ya, ularning hayotini kafolatlik qilsin. Bu şekilde bo'ladi. Bir qissa var Qur'on-i Karimda Musa alayhisalom bilan Musa alayhisalom bilim uchun borgan bir solih kishining bir hikoyasi var. Ba'zi rivoyatlarda Xizr degan ismni beradi bu kishiga. Musa alayhisalom bilan Xizr degan ism to'g'ri emasmi? Bu bak aniq emas, ammo Qur'on yaxshi kishi deb tilg'aladi buni. Musa alayhisalom bu kishiga ergashib Allah bu kishiga ato qilgan bilimlardan elishni istagan vaqtida kishi sen men bilan birga mangmaysan. Musa alayhisalom yo'q mangalayman. Unda bo'lsa sabr qil ishlog'i nisbatan. Tamam. Bular menga bir necha voqelik var bu yerda. Hemen tabii so'zlab bo'lmaymiz. Bir kimiga chiqib, kimi bularni haqsiz o'tkazib qo'yishga oladi. Bir yerga borgan vaqtida kimini teshiydi bu voqelik va ondan keyin oynayotgan bir balalarni ko'rib birini o'ltirdi. Bunun bir jarayon tafsiloti va uni so'zlab, ammo bizga munosabatlik tarafi bir voqelik. Bular bir kanatga keladi. Kanatga kelib, bizning qo'sqimiz och, bizga bir yigidek bir narsa bersanlar. Maya qaranglar, ya'ni ifodaga. Yeydigan narsa talab qildi kanatdan. Normalda inson boshqalarning qashiga kelib, "Men pul bersang" desa, buningga yabrimizni yapamaymiz. Chunki u maqsadi shu orqali pul to'plash bo'lishi mumkin. Ammo qo'sqim och, yegidek bir narsa ber degan gap o bir insonlik talabi uchun normal insoniy g'urur, vijdoni va odamning inson saviysidagi odam buni rad qilmaydi. Chunki qo'saq och hozir bir narsa ber deganlik o bir boshqa g'araz, mol dunyo to'plash o bu g'araz emas. Inson bundan rad qilmaydi. Lekin u kanatliklar rad qildi. Kanatlikning buni rad qilganligining o'zi nima? Bu kanatliklar o qadar nachar, past insonlar. Bir odam yeydigan bir tamoq talab qilsa-mu, yemeklik talab qilsa-mu, bermaydigan kishilar. Ondan keyin bular nima ish qildi? Buni alaqa Sura Kahfdagi 77-oyat mush ahvolni bayon qiladi. Fantalaqa hatta iza ataya ahla qaryatin istat'ama ahlaha fa'abaw ay yudayyifuhuma. Ya'ni bular kanatga kelib, bulardan bir yemeklik berishni talab qildi. Unumidi va qalik mutabayon qilinadi. Fawajada fiha jdaran yuridu an yanqadda fa'aqamahu. Bu ish bilan bu kanatda bir yiqilib ketay deb qolgan bir tomni ushurdi. Tuzlab qaytadan yasab qo'ydi. Oxirida Musa alayhisalom degan bir gap bor. Qala law shi'ta lattakhadta alayhi ajra. Sen bu odamni bizga tamoq vermagan tursa, o qadar pes insonlar. Chunki Musa alayhisalomga eg'ikilik olchi. Va inson bir tamoq bermem de inson degan bir ishkadanning tamoqi degan qanchalik ish. Bu Musa alayhisalomga eg'ikilik. Hamda o qashidagi solih kishi o tomni yasab qo'ygandan keyin bu yerda bir xil bayatdan qish egri kap tursa, ma ish tushunamadi. Bigoh buni qilamiz deyapti oyatning mazmunida. Bir tamoq bermagan odamlarga bigoh yiqilib ketgan qo'pqan, yiqilay deb qolgan temini yasab qo'yish bu qanday gap? Buni haqsiz bunda ashna qilish, uni sen bir vaqt tamoq bermasa, sen bigohlik bo'lib bo'lishni qilib biramding. Yani bunda bir ifoda var-da. Yani nachar bir insonlar kanatdikilar. Ammo bir tamoq qo'yishga xolimida nachar inson. Ammo Musa alayhisalom bilan hamroyi yiqilib ketkilayotgan temini yasab qo'ydi. Musa alayhisalom masalaning mohiyatini tushunmagan. Ammo Musa alayhisalomga javob qanday keldi? Mana keldi. Wa ammal jidaru fakana li ghulamayn yatimayn fil madina wa kana tahtahuma kanzun lahumā wa kana abūhumā ṣāliḥan. Tamning ostida bir boyliq bor. Bu boyliq bu kanatdagi, bu shahardagi ikki yetim bolaning, bu ikki yetim bolaning otasi solih inson deydi. Qaranglar, masala nima ekan? Tamni nima uchun bir tamoq vermagan bir kanatdagi kishilarningki kimini bunda bigohlik hisob qo'yadi? Masala yetimning haqqini qo'g'dash. Muhim bir nuqta. Bizning bugungi darsga munosabatli bo'lgan bir nuqta.
yetimning haqqini qo'g'dash. Biz shu ojizlarning, yetimlarning haqqini qo'g'dash haqida ketyapmiz. Va mushu ishda bizning diqqatimizni tortadigan bir nuqta bor. U o'simi bu ikki bolaninki otasi solih inson edi. Hozirgi 9-oyatdagi mazmun shu. Agar sen kelgusida o'zing yoki sana munosabatlik avlodlaring, balavoqlaringning yaxshilikqa uchrashini, boshqalarningki g'amxo'rligiga erishishni xohlasang, xafalık tatib qolmaslikni xohlasang, sen hayotingni yaxshilarni qil va aynı ishlarni qil. Balalarning kelgusida yetim bo'lib, xafalık tatib qolmaslikni xohlasang, yetimlarning beshini sila. Ma ikki balaninki otasi yaxshi edi. Buning mukofoti sifatida bu ikki balaga oid bu boylik bular uchun saqlandi. Chunki bir qitim imtihon, sinoq bir elinde kanattiklardan. Kanattiklar sinaldi. Nachar insonlar, bas insonlar. Bir ikki odamga tamoq biramugudek nachar insonlar. Endi shu nachar insonlar matamning ostidagi boylikni ko'rib qolsa, u xalqning haqqi deb o'ttamay yavardan buni. Tegmaydi u bolaga. Allah o'zining mashiyati bilan ash yetim bolaninki haqqini qo'g'daydigan kishilarni avatdi va buni yasab qo'ydi va bugun mushularning haqqini qo'g'dash uchun boshqalarni avatib tamni yasatqizgan Allah bu yetim ikki bola cho'ng'ilib o'zining mol-mulkini idora qila olgudek, o'zi ola olgudek bir holatga yetgan vaqtda tabiiy bularni bir sabablar bilan o'zining boyligiga, mol-mulkiga chiqashtirdi. Bugungi 9-oyatdagi mazmun dal shu. وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ. İnsan, Allah insanın bir aciz noktası var. İnsan özünü oylaydı, ballarını oylaydı, ailesini oylaydı. Muşun noktada turup bizge meseleni düşündürüyordu. Bizge bu yerdeki mecburiyetimizni tuntuyordu. Üzerine oyla, killerinin bir de xaplıqtı qilishing mumkin. Ballarını oyla, yetim bo'lib qilishing mumkin. Agar ular shu kunga kelib qolgan vaqtida sen ulardan ansiraysa, ularning xaplıqqa tushib qilib boshpanasiz qilib qilishni ansiraysa, anda o'g'andikan sen bugun shularning shu kunga tushib qolmasligi va shu kunga tushib qolsa, ularning beshin silab g'amxo'rlik qiladigan birlarining chiqish uchun sen bugun boshqalarga shunday qil. Boshqalarga sahib chiq, boshqalarning beshin silab, boshqalarga g'amxo'rlik qil. Falyattaqulloha val yaqulu qawlan sadida. Alloh subhanahu va taolo mana qanday qiladi bizga da'vat qildi. Chunki inson yosh vaqtida birinchi o'ylaydigan o'zi bo'ladi. Yosh vaqtda o'zining shaxsiyat, manlik huquqini biroz kuchli qiladi. Ammo biroz vaqt o'tib bolalar bo'lib, oila so'g'a vaqtda kallisqa avval keladigan ish oilasi. O'zi yemay bolalarga oilasiga yegizidi. O'zi kiymay bolalarga oilasiga kiygizidi. Qarasa bolalar kichik masalan. Bolalar kichik. O'zining bir xil o'lim burniga purab qoladi. Chunki bunda ba'zi bir og'riq yoki yashinish degandek bir alomatlar bo'ladi. Shu vaqtida bir xil insonda kayfiyati turoqsizlashish va kelgusiga nisbatan og'ir darajada ansirash ahvoli yuz berdi. Bu normal ahvol emas. Bunda ahvolda inson normal yashayolmaydi. Alloh subhanahu va taolo ma oyat orqali hammalarga kapolat beryapti. Sen bugun qo'l ilkingda ba vaqtida, xotirjam vaqtida boshqalar shunday qil, va bolalaringdan ansirma. Chunki sen bugun yaratgan bu muhit, bu atmosfera, bu kayfiyat sening bolalaring kelgusi yetim bo'lib qolgan vaqtda ular undan foydalanadi. Sen undan xotirjam bo'lsang bo'ladi. Shunga yetimlarga aziyat vermesi kerak. Oyatdagi oxirisidagi val yaqulu qawlan sadida degani shu. Bechoralarga aziyat vermesi kerak. Kambag'allarga, jamiyatdagi ojiz kishilarga eng go'zal muomalada bo'lish kerak. Boylarga,
qanday muomala qilsang, kambag'allarga shunday muomala qilsa, cho'nglarga qanday muomala qilsang, kichiklar. Tabiiy har ishning har o'ziga loyiq bir shakli bo'ladi. Ammo haqoratlaydigan, ko'z kelmaydigan, ularning haqqini haq sanamaydigan ahvolni asla va asla qilmaslik kerak. Bu ishlarda avval o'zing o'yla, bolalaringni o'yla. Agar kelgusida bolalaringning shunday bir kun uchib qolmasligini yaxshi ko'rsang, bugun sen shu kunga tushirma boshqalarni da'vat et. 10-oyatda o'xshashla, ya'ni shu yetimlarning haq huquqlari, ojiz guruhining haq huquqlari haqida ketyapti. Innallazina ya'kuluna amwalal yatama zulman innama ya'kuluna fi butunihim nara va sayaslawna sa'ira. Yetimlarning mol-mulkini zulm qilib yavaganlar qusqug'i o't negan bo'ladi. Bular qizitilgan do'zax. O'ylab baq, do'zax kiradi. O'ylab baqing, Qur'on necha kunlik darslarimizdan buyon asosliq nega markazi yetimlar. Ojiz. Nima uchun bu qadar markazlashadi bu nuqtaga? Chunki bir yetim bola yoki yetim bo'lishdan ilgari dadasi saq vaqtida hamma ishlarini dadasi qilib berayotgan. Ailening butun yukini dadasi ko'tarayotgan. Atrofga shunday qarasa, yetim bolalar sarson bo'lib tashlanib qolayotgan. O'zi bilan uni silishtirdi bir kichik bola. Ularning zayob etayotganligini o'zgingiz bilan ko'rdi agar ashta bir ko'ngil bilinmagan jamiyatda. Va dadasi vafot bo'lib qolgan vaqtda, vafot bo'lsa masalan, yoki vafot yiqilib qolgan vaqtda, bu bolaning kallasiga nima keladi shu vaqtda? Endi men dadam vafot topsa, bu jamiyatda qilib qolgan, zayob ketgan, tashlanib qolgan, g'ayb singan, g'ayb g'urba bolalarga o'xshash bo'lib qoladigan, o'xshaymi deydigan qo'rqinch keldi. Bu balaning normal üst bitishiga alohida ta'sir ko'rsatadi. Balkim kelgusida yomon odam bo'lib chiqishiga sabab bo'lishi mumkin. Ammo jamiyatda yana bir ijobiy muhit yaratilsa-chi. Ota-onasidan ayrilgan har yetim balaning minglarcha onasi, minglarcha dadasi paydo bo'lsa-chi. Yalğız qilib qolgan har yetim balaning qishida, har tul ayolning qishida uni ko'ngil biladigan minglarcha kishilar bo'lsa-chi. Ularning turmushi dadasidan qilib qolgandan keyin normal davom qilsa, yetimligini his qilmasa-chi, hech kimdan ansir olmaydi. Dadasi vafot topgan bola yoki eri vafot topgan tul ayol Allohning bu taqdiriga sabr bilan yuzlanadi. Kelgusidan ansirash sababidan yo'ldan chiqadigan, yo'lsiz ishlarni qiladigan bunda ahvol yuz bermaydi. Chunki u atrofda ko'ryotdi, atrofda yashayotgan muhitni ko'ryotdi. Yetim bolalarning ko'ngil bo'linayotganligini, beshining silinayotganligini, bir dadasi vafot topsa, minglarcha dadaning paydo bo'lganligini, masalan, buni o'zgingiz bilan ko'raylik va o'zidan qanday qilmaydi, ansirmaydi. Allohningki bu qazosini, bu qadrini rozmanlik bilan qabul qiladi. Taslimiyatchilik bilan qabul qiladi. Shuning bilan bayatni degandek, u bolaning kelgusi hayotidagi ba'zi salbiy hayot yoki salbiy yo'lga kirib qilish ahvoli bo'lmasligi aniq. Shuningga Qur'on bu nuqtaga favqulodda markazlashgan. Hozir oyatdami yetimga chaqilish, yetimning mol-mulkiga chaqilishga nisbatan ig'ir darajada ifodalar qo'llanildi. O'tni yeydi dedi. O'tni. Oyatda yeyish ifodasi qo'llanishi, chunki yetimning malining hammasini yegil olmaydi. Ba'zi mol-mulk, ba'zi pul. Ammo inson eng avval o'yladigan yeyish. Bu bir nuqta. Yana birisi, asosiy nuqta yeyish. Yana birisi başqalarning mol-mulkini yutib olish ifodasi arab tilida shunday ifodalanadi, uyg'ur tilida yevelish, yutib olish ifodasi qo'llaniladi. Biz uyg'ur tilida birisi meni qo'yib olsa, necha ming pulumni masalan mendan qar qo'yib meni aldab elib olsa, pulumni yeb ketdi deymiz. Yeb ketdi ifodasi qo'llanadi. Meni yemaydi og'izdan. Bu yeyish ig'izga saplam yeyish emas, ish qilib boshqalarning haq huquqiga chaqilib uni o'zining qilishini tilda, mayli arab tili olsun, uyg'ur tili olsun, yevelish, yeyish, yutib olish
ma şekilde ifodalandı. Qur'on mu şu şekilde ifodalandı. Şoňaşqa yetimlerning mal-mulkini yavağalla otni yavağan bolup dep yiş ifadesi qana qılındı. Qo'llanıldı. Biz ameli real küzümizden nurg'un ishlarni ko'raylik. Yetimning haqqi asla boş-boşuga ketadigan haq emas. Nurg'un kishilarningki yetimning mal-mulkiga haqqiga chiqilib hayotida şu betilini ötüyünni biz ko'ryapmiz. Alloh subhanahu va taolo yetimlarning haqlariga bu qadar ko'ngil bo'ldi. Bu kadar ayetlerde astoydil merkezlik bir şekilde oturğa koyuldu. Bu nimenin ifadesi dese bir güzel cemiyet barpa oluşunun asası cemiyetin her azaları. Bulup mu aciz azalarının ki Allah idi köngül bölüşlen buludağanlığı. Çünkü bugün şu köngül bölüşten mehrum kalan şu kişiler, şu aciz balalar Ete bu cemiyetin bir esası gaylanıdı. Hatta bu cemiyetin sahipleri gaylanışı mümkün. Bugün meri şefkatin kim kapqagan o insanlar ete ögün cemiyetin igisi oğan vaxtıda cemiyetki meri şefkat birenmeydi. Çünkü onun terbiyeleniş, hayatı, başkalarının uçurğunu, başkalarının ağını şu, başkaları şunu bir edemdi. Noğanda biz bugün kömeslikimiz mümkün neticesinde, derhal kömeslikimiz mümkün. Şu aciz grupının halinden haber algan köngül bölgenlerimizin yoki taşlab etken ularni sahipsiz qo'yganlarimizning neticesini ama çokum körümüz, bunu ya özümüz körümüz ya bizning ballarımız körüdü. Yani ahiretde netice özümüzge kelip to'xtaydi qarindoshlar. O yüzden Allah subhanahu va taolo Sure Nisa'da ve başka ayetlerde şu Allah idi bu noktaga köngül bölgen. Allah subhanahu va taolo hammalarini şu noktalarda üstümüzge düşken mecburiyetlerini ada qılalaydigan kişilerning qatarını qılsın. Bugün vaqt münasabati bilen muşayda to'xtaymiz. Kela saatlik dersde özlüksiz dersimizni davam qılamiz qarindoshlar. Va axiru da'wana alhamdulillahi robbil alamin.